بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. والضحى Çaşgah vakti bilen qasam ki, والليل إذا سجى qarang'uliqi etrafni qaplagan chaqdiki kechi bilan qasamki, ما ودعك ربك وما قلى ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbing seni tashlab etganimi yo'q, yomon ko'rib qolganimi yo'q. وللآخرة خير لك من الأولى Sana ahiret elbette dünyadan yaxshidir. ولسوف يعطيك ربك فترضى Rabbing sana ahirette savab, hürmet ve şefaat qatorliqlarni ato qiladi. Sen memnun bo'lsan. ألم يجدك يتيما فآوى U seni yetim bilib panoh bermidimi? ووجدك ضالا فهدى Qaymoqqan bilib hidayet qilmadimi? ووجدك عائلا فأغنى Seni yo'qsiz bilib kishilardan behojat qilmadimi? فأما اليتيم فلا تقهر Yetimni xorlama. وأما السائل فلا تنهر Sailga qo'pollik qilma. وأما بنعمة ربك فحدث Rabbingning sana bergan ne'matini kishilarga so'zlab bergin. Chunki ne'matni so'zlab berganlik ne'matga shukr qilganlik bo'ladi.